musofirda yurgan imminni aka-ukalarimizni tegishli. Aka-ukalar, bilasizlar, o'zim dokument bilan shug'ullanaman. Studentskiy bilet, registratsiya va трудовой договор va boshqa dokumentlar bilan. Ko'pchilik so'rayapti, Ahmadjon studentskiy bilet nech pul bo'ladi, necha yoshgadir mumkin, qayerga o'tadi bu narsa deb. Akalar, mana studentskiy biletimiz. Ko'chada yurganingizda shuni o'zini olib yurasiz. Studentskiy biletimiz 1 yillik bo'ladi. 18 yoshdan 55 yoshga qilib beramiz. Bu narsa Rossiyani xohlagan joyingizda yursangiz bo'laveradi. To'lqa registratsiya yoki amino qo'yib yuraverasiz. Deyli, Moskvada bo'lsangiz Moskvaga registratsiya qo'yib olasiz, Peterda, boshqa joylarda, Novosibirda bo'lsangiz, ashirda o'ziga registratsiya qo'ydirib olasiz, любой joyda yuraverasiz. Samimi gapni, o'qishingiz onlayn o'qish bo'ladi. Xohlasangiz o'qing, xohlasangiz o'qimang, bu narsa 1 yil bazada turaveradi. Bazasiga 100% garantiya, summasi 50 ming rubl, bir oyda tayyor bo'ladi. Nomerimiz 8964 717 17 18. Shu nomerimizda WhatsApp, Telegram bor. WhatsApp, Telegramga yozinglar.